va madaniy meros hisoblanadi. Haykalda ifodalangan siymo xalq hayotida muhim o'rin tutgan donolik, sabr va ma'rifat ramzidir. Oltinchilik tumani Andijon viloyatining tarixiy hududlaridan biri bo'lib, mehnatkash aholisi boy an'analari va tarixiy obidalar bilan mashhur. Tarixni o'rganish yoshlarni rag'batlantirib va o'tmishga hurmat ruhida tarbiyalaydi. Bizning Ko'tarmachil qishlog'idagi 40-umumta'lim maktabi salkam 50 yillik tarixga ega. Maktabimiz dastlab 13-umumta'lim maktabi degan nom bilan atalgan. 1978-yilda yangi bino ishga tushirilishi munosabati bilan maktabimiz 40-umumta'lim maktabi degan nom bilan ataladi. Avvalgi maktabimizning binosi hozirgi qishloq vrachlik punkti binosini o'rnida bo'lgan. 1978-79 o'quv yilidan boshlab binoni yangi o'quvchilari uchun ish faoliyatini boshlagan. Dastavval o'sha yillari maktabimizda 30 nafar pedagog 500 ga yaqin o'quvchilarga ta'lim bera boshlagan. Bugungi kunga kelib o'quvchilarimiz soni salkam 900 ga. Ko'tarmachil qishlog'ining tarixi. Ko'tarmachil qishlog'i 16-asrning oxirlarida Xitoy mamlakatining Qashqar viloyatidan ko'chib kelib o'rnashgan Qashqar xalqlaridan tashkil topgan. Ko'tarmachil so'zining ma'nosiga kelsak, dastlab xon arig'i qishloqni bo'lib qo'ygan. Undan keyin keladigan tashlama suvlar shu hududlarni bosgan. Shunda xon arig'i tagidan Madaminbek ismli fuqaro quvur o'tkazib, suvni quvur orqali yurgizishi natijasida quruqlikka aylangan. Ayrim kishilar shu joylarni chim va daraxtlar bilan ko'tarib imorat qurganligidan Ko'tarmachil nomli qishloq vujudga kelgan deyishadi. Mevali va mevasiz daraxtlar o'tkazib bog'lar barpo qilishgan. Ko'tarmachil jome masjidi 17 yildan buyon sobiq Oraziy qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi 6 ta mahalla fuqarolar yig'ini mo'min musulmonlariga xizmat ko'rsatib keladi. Masjid Tursunov Karimjon tashabbusi va sa'y-harakatlari bilan shu hududdagi mo'min musulmonlar vakillari ta'sischiligida tashkil etilib, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tkazilgan. Masjid 1998-yil noyabr oyida ochilgan.